qancha pul senga yetadi, bari urib ketasan-ku, nima qilasan? Bundan mutahamlik qilib. Bu videoda chiqarmasam bo'lmadi, chunki menga juda ham ko'pchiliklar mana shu narsani qilsa bo'ladimi? Ya'ni Onyxlarni ko'pida benzinni rasxodini ko'p ko'rsatyapti, benzinni ekonomishni qilsa bo'ladimi, programma qilyapti ekan ko'pchilik video tashishyapti. Bu narsa yolg'on xabar, ya'ni alla pullaringni olishyapti. Onyxi borlar, Cobalt'i borlar, xullas jamiki motion sistemasida yurgan odamlarning barchasi ko'radigan video bo'layapti bu. Yaxshilab diqqat bilan eshitinglar gapimni. Ko'pchilik bilmayapti, yo'ymasa tushunmaydi. Tushunsa ham bilmam, allanib qolishyapti. O'shaning uchun sizlar o'zlaringiz tushuntirib qo'yaman. Kommentariyada izohlarni qoldirasizlar, qaranglar. Xullas, tabloda yaxshilab e'tibor beringlar. 8.5 km yozilgan, kilometr. Keyin bu yerda oxirida L degan strelkasi ham turibdi. Bu holatda mana shu holatini ko'pchilik ko'ryapti-da. Bu hozir mana shuni siz aynan mana shu videoda ko'rib turibsiz. Sizda mana shu yuziga qancha rasxod qilyapti deb o'ylayapsiz? Ko'pchilik shuni 8,5 litr rasxod qilyapti ekan deb o'ylayapti. Endi mana shu holatda endi tasavvur qiling. Mana shu 8,5 ni o'rnida mana shu kilometr keyin 50. Mana shu 8,5 ni o'rnida 15 litr 15 bo'lib tursa, yuziga shundayda 15 litr rasxod qilayotgan bo'lyaptimi? Sizlar o'zlaringiz savol beringlar. Endi savol berib turgan holatlaringda men sizlarga tushuntirib o'tib ketaman. Mana shu hozir 8,5 litr yuziga rasxod demayapti. Bu hozir bu telefonni ochamiz. 100 kilometrda bo'lamiz 8,5 ga. 11 litr 764 gram rasxod qilyapti yuziga. 11 litr 764 gram. Nimaga unday deyapsan deydigan bo'lsalaring, qaranglar. Kilometr bu birinchi qismga o'tdimi? Bu degani 8,5 kilometrga debdi. 1 litr rasxod qilasan debdi. 8,5 kilometrga 1 litr rasxod. Agar mana L kilometrdan olinib turadigan bo'lsa, ana unda yuziga bo'lib hisoblanadi. Hozir bu 8,5 kilometrga 1 litr benzin rasxod qilyapti. O'shanda 100 kilometrda bo'lamiz 8,5 ga. Ana o'shanda 11.7mi? Endi men sizlarga buni через programma orqali yaxshilab diqqat bilan eshitinglar. Har bir motion haydaydigan akalarimizga kerakli, foydali ma'lumot. Men buni tabloga hozir programma yozaman. Kilometrga e'tibor berib turasizlar. Kilometr orqaga o'tadi. L oldinga o'tadi-da 8,5 ni o'rniga hozir kalkulyatorda necha chiqardik? 11.7mi? Ana shu narsa chiqib kelishi kerak to'g'risi. Hozir mana programmani boshladim. Programma yozilish boshlandi. Qaranglar. Hech qanday bu yerda bir maxinatsiya yo'q. Prosta bu video men har doimga aytib o'tgandek, bu video menga hech qanaqa foyda olib kelmaydi. Prosta mana ko'pchilik mana shunaqa narsalarga aldanib qolyapti-da. Boryapti 100 ming, 200 ming, 300 ming pulini olyapti-da. Aka, men siz mashiningizni programma qilib beraman. Hali Onyx ga programma chiqqan yo'q. Programma qilib berarganda keyin ana shuni benzinni rasxodini ekonomishni qilib berarkan. Allamay halollab olib pulini. Mana shuncha kilometrga hisoblayapti hozir yuziga emas, bunaqasiga hisoblayapti. Men bunaqasiga qilib beraman-da. Ana u halol bo'ladi. Mana hozir proyektda ko'rib turishlaring mumkin, akalar. L oldinga o'tdi. Kilometr orqaga o'tdi. Endi mana 100 km bo'lyapti. Mana 11.7 kalkulyatorda chiqaruvdimmi? Programmada ham xuddi shunday bo'ldi. Mana programma yozib bo'lindi. 11.7. Men sizlarga nima dedim? Ochiq 11.7. Sizlar farqiga yaxshilab borib olinglar. Endi tablolaringda hobega holatda meniki 8,5 bo'lib turibdi-ku. Endi deylik, bir xillik 15 ta ko'rsatayotgan bo'lsa deylik, 15 ta, endi buni 100 ni bo'lamiz 15 ga. 6 litr rasxod qilayotgan bo'ladi, lekin tabloda 15 ta ko'rsatibdi. Voy, bu odam panika uchun 15 ta rasxod qilyapti ekan men mashinim debdi-da. Bitta anonga xudodan qo'rqmayotganga yo bilib qilyaptimi, bilmay qilyaptimi, uni bilmayman, menga noma'lum, lekin juda ko'pchilik lekin realni bilib qilyapti-da. Chunki kilometr bilan bu hobby holat bilan bu holatning farqiga yosh bola ham biladi-da. Timbol kompyuter sohasida, ustachilik sohasida ishlayib yurgan odam любой biladi. Buni birovga aytsa bu skaskada erta bo'lib qoladi-da, akalar. Prosta alla muttahamlik qilib pul olyapti. Mana shu videoda ko'rib turganlar, agar shunaqa qilib pul oladigan bo'lsang, bu dunyoyingni qurib tur, qancha pul topsang baxtli bo'lib yashayman deb o'ylaysan. Shu gapimga javob ber, qancha pul topsang, mana shuna muttahamlik qilib birovlar alla pulini olding. Shu qancha pul kerak senga, mana shu baxtli bo'lib yashaysan. Shu pul bilan baxtga erishib bo'ladi, menga qara, xotirjamlikka erishib bo'ladi. Halol haromni farqiga bormas ekansan. To'g'ri ishlab, to'g'ri pul ol. Bu yerda bizda ham ahmoq emas, bizda ham Instagram bor, bizda ham auditoriyamiz bor. O'zimizga yarasha bizda mana bunaqa birinchi chiqqan narsalar, ana Nexalarda
Captiva'ning programmasini qilib beramiz degan reklamalar chiqardi. Unga fake xabar qilib, unga atvet qaytarib chiqaruvdik video. Undan qutuldik. Undan keyin qaysi Flash, Adrenalin degan programmalar chiqdi bir. Unga fake xabar qildik. U ham bu narsalar ishonmaylar dedi. U ham yo'q bu ketdi. Keyin mexanikasi bor Gentralarga korobkasi degan programma qilamiz deb yana bir muttahamlar chiqdi. Korobkasi degan programma qilamiz, zo'r bo'ladi. Tupoy mexanikaga odamni shunchalik ham bo'ladi-da. Qanday bir ishing erkak o'tsa, to'g'ri, onamiz bizni yoshligimizda tashib ketganlar deganday bo'laydi-da. Shunchalik aferist, onasining o'zi mexanika korobkasiga programma yozib bo'lar ekan. Ana shunaqalar chiqdi. Unga ham video qilib chiqardim. Undan keyin dinamni tokeni, trackerlar, Onyxlarni ko'tarib berish chiqdi. Unga ham video qilib chiqardik. Ana endi bunisiga o'tishibdi. Onyxlarni endi Cobalt'ni tashishmadi. U profilni kimligini ko'rsatadigan bo'lsa, birovda ustidan aniq qilib qo'yaman. Juda bir misol uchun nohaqlik qilib qo'yishim mumkin. O'zi bu videoni ko'rsa, juda yaxshi tushunib oladi o'zi. Men keyingi safarlarga unaqa qilib o'tirmayman. Ochiqdan-ochiq o'sha muttahamlik qiladiganlar ochiqdan-ochiq videoga o'tchaman. Menga umuman qiziq yo'q. Hech qanaqa tili qisqim joyim yo'q. Hech kimdan qo'rqmayman. Allohdan boshqa hech kimdan qo'rqmayman. Realni, chestni ishlar, gazini bos, omadingni bersin. Hech qanaqa hasadim kelmaydi, boshqa qilmaydi. Lekin bundan muttahamlik qilganingdan keyin uni menga klientlar tashlaydi, menikini ham shuna rasxotim ekonom qilib ber deydi. Biz ham qilib beramiz, bizda ham kompyuter bor, biz ham o'ynab o'tirganmiz, bu narsa qilib berishimiz mumkin. Lekin muttahamlik qilmaymiz. Odamlar alla muttahamlik qilib pul olmaymiz. Nima kerak unaqa qilib? Akalar, bu videoda обязательно любой mashina haydaydigan odamga jo'natinglar, zero foydasi обязательно tegadi. Kilometrni ko'rdilaring. Mana L oldinga o'tsa 100 ga necha litr yo'qaydiganini ko'rsatadi. Kilometr orqaga o'tadigan bo'lsa, u holatni ham ko'rdilaring. U necha bu yerda raqam necha bo'lsa, o'shancha mana 11.7 kilometr oldinda bo'lsa, 11.7 kilometrga 1 litr rasxod qilyapti degan ma'noda bildiradi akalar. Shu narsasiga diqqat bilan e'tibor berib qarab qo'yinglar akalar. Bu muttahamlar bularga qarasalaring, mundaqalar kundan kun, sondan son, soatdan soatga ko'payib boryapti akalar. Foydasi yo'q. O'shaning uchun biz shunaqa videolar chiqarib turaveramiz. Biz haqiqiy, yolg'onsiz, to'g'ri ma'lumotlarni berib boramiz inshaalloh. Endi qaranglar akalar. Mana sizlarni shuncha vaqtdan beri vaqtlaringni olyapman. To'g'ri tushuninglar. Men sizlarga foydali video bo'lsin deb gapirib o'tyapman. Bu yerda ishxonada ko'ryapsizlar, shuncha mo'ja qarab turibdi, lekin sizlarga foydali kontent olish uchun men o'zim mashinamda o'tirib, mana shu narsani ko'rsatib beryapman. O'shaning uchun tanishlarga jo'natib, oz bo'lsa-da mehnatimizni qadriga yetinglar. Keyin yana bitta narsani aytib o'tib ketmoqchiman. Birovning haqqi deganda sizlar nimani tushunasizlar? Birovning haqqi deganda ko'pchilik tushunmayapti-da. Birovning haqqi deganda pulini umar ketsa, birovning haqqi bo'lar ekan. Birovning vaqtini ham noo'rin, yolg'on xabarlar bilan oladigan bo'lsa, o'sha ham birovning haqqini yeb qo'ygan hisoblanadi. Nima uchun bunday demoqchiman? Bittasi kecha videoda ko'ryapman. Ne deydi? Qaranglar deydi. Mana avtomat korobka deydi, P'da turibdi deydi. Nega olasizlar, D'ga olasizlar, R'ga olasizlar, yana P'ga olasizlar, keyin ekonom bilan mashinalarning desa deydi-da, video ishlayapti-da, qo'ylayapti, joylayapti. Ana shu muttaham birovning vaqtini o'g'irlayapti. Yolg'on narsa bilan. Yana bittasi kelib, mana bitta deydi, mana uni bosib turasan deydi. Mana 0 bo'ladi hammasi deydi. 0 bo'lgandan keyin ozroq yurasan, rasxoting ekonom bo'ladi deydi. Akalar, bundaqa videolarni ko'rib, mantiqsiz videolarni ko'rib, shunday ko'rdilaring, jalbini bosib yuboringlar, tamom. Bular birovning haqqi deganda, mana shu birovning haqqimiz deyapti-da biz. Misol 1 minutlik video chiqaryaptim, 2 minutlik, 3 minutlik, 4 minutlik video chiqaryapti deylik. O'sha bizning haqqimizda, o'sha vaqtimizni o'g'irlayapti-da. Qayerda bu mag'ur narsasi bilan vaqtimizni o'g'irlayapti. Vaqtimizni arzimas mana musorlarni narsasiga ketkizib qo'ymanglar. Keyin yana bir nimani aytish esdan chiqib ketibdi akalar. Xullas, qaranglar. Polni vaqt qilganman, 50 litr benzin so'rganman, 337 kilometr yurganman. Hobiyagina endi bitta tayoqchasi hobiya tushdi. Endi teng yarimini 300 kilometrda yurganda ham 600 kilometr bo'lsa, 11 litr tabloda rasxod ko'rsatyapti dedim, hozir endi yana eski holatiga qaytarib qo'ydim. 11 litr rasxod ko'rsatyapti dedim-ku. Endi 50 litr bilan 337 kilometr yurgan bo'lsa, mana hozir shunchasi qolgan. Mana polni vaqt bilan 337 kilometr yurdim, mana shuncha ostatga qolgan. Endi hisob-kitob qilib, qani kommentariyada yozinglarchi, necha litr option mana 50 litr bilan option necha kilometr yurib beryapti. Bu gapim bilan nima demoqchiman? Tabloda aniq shuncha yuribsan, shuncha rasxod qilyapsan deb chiqarmaydi hech qachon. Любой inomarka bo'lmaydimi? U точный probekti, точный rasxodni aytmaydi. Tablo faqat prezitelniy
chaman aytadi. Misol uchun 8 litrdan 10 litrgacha shu atrofida rasxod qilyapsan degan ma'noda aytadi. Sizlar ko'pchiliklar mana shu narsaga tabloga ishonib qolib, "O, mana shuncha yerkan" degan ma'no kelib qoladi kallaga. Unaqa emas. Shu приблизительный taxminiy rasxodda aytadi. O'shani ham hisobini olinglar. Mana 50 litr benzin quyganman, 337 kilometr yurganman. O'zi teng yarmida bitta kamaydi. Yana shuncha 300 kilometr ham yursam 600 yuray, mayli. 600 yursam ham 50 litr bilan endi qani yuziga nechta yoqibdi hisoblanglar, chiqar kommentariyada yozasizlar. Kommentariyada o'zlaringizdan nima savol bo'lsa yo fikr bo'lsa, uzoqlarni kutaman. Sog' bo'linglar.